Namangan viloyati Chust tumanida meni kuzatadigan obunachilarim bormi sizlar? Agar bo'lsa, kommentariyada borligingizni bildirib, poddershka sifatida menga obuna bo'lib ketish esingizdan chiqarmaylar. Aynan siz ko'rib turgan shu videoda Chust palovini birgalikda tayyorlaymiz. O'zim asli Chust tumanining Karkidon degan joydan Og'izroy degan joyga kelin bo'lib tushganman. Hozirda bo'lsa turmush o'rtog'imlar bilan Moskvada musofirchilikdamiz. Bizni Chustimizda hali blogerlar unaqa juda ham ko'p emas va blogerlarga nisbatan hali fikrlar 100% yaxshi holatda ham emas. Men juda ham harakat qilmoqchiman. Chust rayonimizda yaxshi blogerlarni ham tanitib olib chiqishga. Shu sababli siz mana agar o'sha biz taraflardan kuzatadigan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like bosib, poddershka qilishni esingizdan chiqarib ketmang. Odatda viloyatlardan taniqli insonlar chiqadigan bo'lsa, yana ham rivojlanish maqsadida poytaxtimizga, ya'ni Toshkentga ketib qolishadi. Agar men juda ham rivojlanib, zo'r taniqli bloger bo'lib ketsam, va'da beraman, o'zimizni Chust rayonimizda ijodimni davom ettiraman. Sizlar bilan suhbat qurib, tanishib, mana oshlarimni ham tayyorlab oldim. Videoni ko'rib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Instagramda 1 million ta obunachi yig'sam, O'zbekistonga qaytishga yaxshi niyat qilganman. Yaxshi niyatimga sherik bo'lgan hammadan Alloh rozi bo'lsin.